Bugun qo'shaloq to'y. Ikkinchi sigirim ham tug'ibdi, mana Xudoga shukr. Birinchi sigirni bolasini isitib, quritib yubordim. Mana ikkinchi sigir ham tuqqan. Hozir bunga men ozgina olov yoqib quritish kerak. Bu yoqqa sigirlar kelgan, quduqni oldiga suv tortib berish kerak ularga ham. Sigirlar chidaydi-ku, lekin mana buzoqni jonini isitmasak, quritmasak, bu jonivor sovuqda o'lib qolishi mumkin. Mana. Toza tug'ilgan. Onasi tuqqan. Mash. Ter. Mash ter. Hala hamrosi ham tushmabdi. U sigirni hamrosi tushgan edi. Endi 1 soatlab bo'lganmi tuqqaniga. Buzoqni amallab quritib olsam. Xo'p. Ko'p gap sotgandan ish qilgan yaxshi. Bir joyga olov yoqsam bo'ladi. Hozir shu joyga olov yoqsam. Xo'p. Endi buzoq qancha tez oyoqqa tursa shunchalik yaxshi. Onasi tez parvarishlaydi, o'zi tez kuchga to'ladi. Mana shu o'tillarni bir lo'ndalab yoqib olsam bo'ldi. Endi bir hafta 10 kun, 5 kun orqama keyin sigirlar tug'ib kelaveradi bu yog'i, sezon boshlandi. Xudoga shukr. Nasib bo'lsa bu yil ham sezon yaxshi bo'lishi kerak. Yerni nami baland, nami zo'r. Faqatgina bitta quyosh kerak bu yog'iga. Yerni qizdirib. Xo'p, hayvonlarni bir sovuqdan himoya qiladigan bo'lib. Mototsiklda doim o'zim bilan benzin olib yuraman. Mana buni olov yoqish uchun. Habla. Yosh bolalar benzin bilan o'ynamasin. Benzin xavfli. Hayvonlar. Sigir bolasini turishini xohlayapti jonivor. Ko'patcha yonmadi-ku. Harom. Bu xayriyat yondi bu. Hop. Ana endi buzoqni shu joyga olib kelib, ozgina turg'izib tursam bo'ldi. Tizzamga qo'yaman endi ko'pincha o'zim. Uyda ham shunaqa qilardim, tizzamga. Qornini tizzamga qo'ysam, buzoq yiqilmaydi, oyoqlarini sekin-sekin ishlatish boshlaydi. Mana
Buzoq tug'ilgan. Oyoqlari qaldirab yotibdi. Mash ter. To'xtab, yelimingni ko'zlarini ochaylik sani. Bola emgan payt bir. Hop, bittasini ko'zi ochildi. Voy, ikkinchisi boy. Uchinchisi ham ochildi. Qani. Böyle 4 ta dastakdan ham sut keladi. Sut yo'llari ochildi. Endi buzoqni olovga yaqinroq joyga yetsam bo'ldi. Vaqtinchalik pauza qilib turamiz endi. Olovni amallab yoqib oldik. Ana endi buzoqchani yarim soatcha shu yerda ushlab tursam quriydi. Birinchi buzoqchamiz qizalog'ida, bunisi ho'kizcha ekan. O'g'il bola. Endi qani turib bir onasini emsa, oyoqqa turib ketadi shu bilan hammasi ham. Lekin havo sovuq. Xo'p. Olov tezroq kuchaysa endi. Shuni hurmiga to'xtaydi mol. Cho'lda mana shunaqa gaplar. 21-yanvarga qor yoqqan edi. Ana endi kecha ko'proq qor erdi. Kecha ikkinchi bo'lsa 11 kun qor turibdi shu yerda. 10 kun, 11 kun. Qor turdi. Sigirlar och qolgan emas, baribir rizqini topiydi. Rizq Allohdan avvalambor. Biza bir sababchi bunaqa narsalarga hayvon o'zi topib yeb yuribdi. Ay janovar. Bu buzoq katta tug'ilgan. Birinchi tug'ilgan maydagina edi, yengil edi u. Bu og'ir ekan. Katta tug'ilgan, onasi ham qayinda. Ikkalasi bo'yi basti bir xil sigirlarni. Bu bir qorni katta sigir o'zi o'tgan yil ham tuqqan edi, u sigir dam olganda o'tgan yil. Jonivorlar tug'di. Xudoga shukr, sezon boshlandi. Bu o'zi kecha tug'ish kerak edi. 2-fevralga ko'rgandim ho'kiz bilan yurganini. Endi vaqt soati bugun ekan, 3-fevralga tug'ildi bu ham mana. Ketma janovar, bolangga qarab tur shu yerga. Ketma. Bolangni o'zing qurut. Agar shu sigirlar tunda tug'sa, buzog'ini ko'rmaysiz ham o'ladi, ketadi sovuqqa. Oyoqlari uyushib qoladi, mana bu joylar tortilib qoladi oyoqni. Bujilak deydimi, nima deydi uni? Oyoq bosmaydi buzoq. Shu bilan bo'ldi, buzoq turmasa o'ladi u. Kunduzi tug'sa menga yaxshi. O'zim xabar olib, qarab turaman sigirlarga. Tuqqan vaqtiga olov yoqib mana shuna bir qizdirib, buzoqni badanini quritgandan keyin qo'rqmaysiz, qo'yib yuborasiz. Onasini bir emsa bo'ldi. U o'lmaydi umuman. O'sha vaqtgacha endi 1 soat, 2 soat ozgina qarab, e'tibor qilib turish kerak. Mana dalada hamma joyda qor bor hali. Endi oz qoldi qor. Ko'pi ketdi. Kecha yaxshi yerida qor. Yaxshi yerida. Oz qolgan qorlar. Bu yoq endi ko'p sovuqni ham tashlasa, bir normal havo bo'lib tursa, sigirlar tug'adigan vaqtga
zo'r bo'laydi. Sigir bolasini quritish bilan ovora.